bu polchilik emas, ko'pchilik buni adashtirib yuborganman, to есть mani tayyorlashgan. Tozalov, haligacha. Katta foizda hal bo'ldi, lekin hammasi emas. Bu channel juda ham ommalashib ketadi aslida olganda, O'zbekistonda ham bu juda ko'payadi. Bu polchilik emas, bu yuqori, bizdan onga juda ham yuqori bo'lgan ruhlar, to есть sivilizatsiyalar deb aytaylik. Ular ulashgan, to есть mani tanlashgan, men ularni tanlay olmayman. Ular tanlashgan. Hozirgi paytda, meni 26-yildan keyin qanaqa e'tibor berish kerak? Oldin ish bosib keturardik, pul qilish kerak, maqsad qo'yish kerak, Sizga men hozir har kuni ertalab turib chakralni praktika qiling desam, yo'q deysiz misol uchun. Chakrani ko'zim bilan ko'rmayman. Bilmaysiz. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Xush kelibsiz bugungi intervyumizga. O'zi rosa xohlab chaqirdim. Qancha vaqt bo'ldi o'zi aytganimga intervyuni. Vaqtlar o'tib mana bugunga to'g'ri keldi. Asosiy maqsadimiz bugungi mavzu bo'yicha ko'pchiligiga, asosan ayollarga va mana shu intervyuni ko'rgan hammaga yordam berish, qalbini ochish, rivojlanishlariga qanaqadir ideyalar, turtkilar beradigan maslahatlar va insaytlar beradilar. Shahnoza opam bugungi mehmonimiz Shahnoza Saidaliyevna, O'zbekistonda channeler, davolovchi va ijodkorlik bo'yicha ham hozir juda katta loyihalar qilyaptilar. O'zim ham qatnashaman ishlarida. Endi intervyu davomida qolganini ko'ramiz. Bugungi mavzu bo'yicha o'zi har xil mavzularni ko'rib chiqdik yordamchingiz bilan. Mani auditoriyamga, ko'pchiligiga ma'qul bo'ladigan mavzu rivojlanishga yangicha nazar. Shu mavzu agar sizga ma'qul bo'lsa, boshlayveramiz. Albatta. Birinchi savolim, o'zingizda qanaqa bo'lgan rivojlanish? Oddiy Shahnozadan bu Shahnozagacha qancha vaqt, qancha mehnat, nimalar bo'ldi? Qanaqa atrofingiz, o'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Menimcha har bir insonning hayotidagi o'zgarishga ma'lum bir voqealar va sabab bo'ladi. Xuddi shunaqa hayotimdagi ma'lum bir voqea va sabablar, to есть turmushim bilan bog'liq bo'lgan jarayonda bo'ldi. Meni yuzlantirdi aynan o'zimga savollar berishga. Aynan shu yo'lda izlanishni boshlaganimda yordamlar kelish boshlagan. Bu yerda endi bir rivojlanuvchi holatida, lekin ruhiy rivoj yo'liga kirishni boshlaganman. O'zim ustimda ishlab, to есть turli xil yo'llarda amalga oshirganmiz. Keyin bir vaqti kelib 2016-2017 yilda konsultatsiya olganman. 15 minutlik channeling konsultatsiya. Nuqta qo'yganman shunda. O'zgartirgan. To есть sekin yig'ib sborka qilib kelaverardim-da, u yerdan olardim, bu yerdan olardim. Channeling konsultatsiya orqali, yuqori kuchlar orqali hamma savollarimga 15 minut ichida javob olganman. Qiynamaganman ham o'zimni, потому что juda ham bir ayblovlarga ham kirib ketganman. Noto'g'ri qilyapman, buni anglagan. Shunaqa darajada karmistik jarayonlar ko'p bo'lganda, shuni olishgan, kartalarni ochib berishgan. Ana o'shandan keyin o'sha channeling konsultatsiya olgan ustozim bilan birgalikda davom ettirganman. Haligacha ular bilan birgalikdaman. Channeler kontaktyorlikka yo'l ochilingan o'shanda, to есть bu darrov ochilinmagan. O'zim ustida ishlashim kerak bo'lgan, dasturlarni ko'p yopishim kerak bo'lgan. Ko'pgina energy triplarga borganman, to есть meni tayyorlashgan. Tozalov haligacha davom etyapti. Bir kunim ham darsimsiz bo'lmaydi. Mana yordamchilarim biladi, har kuni dars olaman. Bundan tashqari doimo Moskvaga borib turaman. То есть bu shunaqangi bir yo'l, provodniklik yo'lini tanlaganman, получается-da. То есть ruhimni tanlovi deb aytaylik. Bu воплощениялар bilan bog'liq ekan. То есть ruhni oxirgi воплощенияsi yo'lida ekanman. O'shaning evaziga, то есть men hamma jabhalarni qamrab olishim kerak ekan. Maksimalni nima qo'limdan kelsa. Har bir energy tripga qatnashganman, har bir nima bo'lsa sразу chop borardim. Bir kunlik amaliyot uchun ham bu yerdan Moskvaga borardim. Kerak bo'lsa borib kelardim-da. Shu orqali sekin-sekin, to есть buni уже u paytda kerakmi, kerak emasmi degan menda savol umuman bo'lmagan. Men shunchalik keturganman. Birinchi menga ham channeling o'tkazib berganlar. Men tushunmaganman nima u channeling. Men ichimga kirib olarkansiz, nimadirlarning fikrlarimni bilarkan. Men shunaqa deb o'ylaganman. Fikrlarimni bilib olarkansiz, nima haqida o'ylayotganlarimni bilib olarkansiz deb o'ylaganman. Keyin birinchi channelingda savol bering deganlar.
o'zimni qiziqtirgan savollarni berganman. Hammasiga точно qanaqa javoblar kelgan, aytganlar. Bermagan savolimni aytgansiz. Nima degan? Ona turibdi. Nimaga onangizni qabul qilmaysiz? Nimaga ona bilan ishlamaysiz deganlar. O'shandan keyin ishlaganman. Keyingi channelingda aytdingiz. Katta foizda hal bo'pti deb. Qabul qila olmasdim, uyalardim onamdan. Ularni aybdor his Necha qilardim. yildan beri olib yurardingiz shu programmangizni? Tug'ilganim 12 yoshimdagi bo'lsa, mana shu uydan haydab borganlar, shu bilan shunaqa rivojlangan bo'lsa kerak. Ona unaqa, ona bunaqa. To'yimda kelganlarda ham qabul qila olmaganman. O'zi ko'rib turardi, to'yimda yig'laganlarini qabul qila olmaganman. Nimaga meni boqmaganlar, nima yig'layapti? Pretenziyalaringiz bo'lganda onangizga nisbatan. Shu keyurgan naqadan vafot etganlar. O'shanda ham yig'lamaganman. Hozir endi xursand bo'lib aniq eslayapman, chunki qabul qilib hammasini. Yig'lamaganman. Baribir ona aybdor. Baribir ona endi hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaganman. Onam o'ldilar, bo'ldi, hammasi tugadi, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaganman. Lekin shu 7-8 yil cho'zib yurdim. Keyin channelingda aytdingiz. Ona bilan ishlaydigan joyingiz bor ekan. То есть ular aytishdida sizga получается, Keyin uni hal qildim, bir nimalar esimga tushdi, kemozorlarga bordim. Keyin yana bir marta bordim. Keyin shular hal bo'lib, kamaydimi, sezdingizmi? Rasmlarga qara olmasdim. Hozircha? Hozir qaraveraman, qabul qilaman. Ona u dunyodan o'tganmilar, tirikmilar farq ketdi. Shu necha oyda bo'lib ketdi, shu ayta olasizmi? 3 oyda, 3 oy vaqt oldi. 12 yillik narsa 3 oyda hal bo'ldi. 3 oyda keyin gaplashganimizda channelingda aytdingiz. Katta foizda hal bo'ldi, lekin hammasi emas. Baribir bor, endi pastda o'tib ketmaydi-yu, shuncha yillik. O'shanda birinchi marta ular menga channeling qilib berganlar. Endi sizga savolim, channeling o'zi nima? Mana bu degili bo'lishmaydi channeling. Bu channeling juda ham bir ommalashib ketadi aslida olganda, O'zbekistonda ham bu juda ko'payadi. Bu polchilik emas, ko'pchilik buni adashtirishadi ham. Bu polchilik emas, bu yuqori, bizdan onga juda ham yuqori bo'lgan ruhlar, то есть sivilizatsiyalar deb aytaylik. Именно eng yuqori 9-11 qatlam, ular juda ham ko'p. Har bir qatlamda sivilizatsiyalar bor. Agardagi sivilizatsiyalar kim qatlamlar haqida ma'lumotlarni olishmoqchi bo'lsa, bizdan juda ham ko'p. Sizdan buni bilasiz, bu ma'lumotlar juda ko'p. Bu hozir bu haqida to'xtalib o'tmaymiz. То есть ular shundoqqina menga kelib ulanishgani yo'q. Mana mana shu ulanish uchun men necha yil umrimni haligacha ketkazganman Durdona, bilasizmi? Bir kunim o'tmaydi agardagi kanal mumkin emasda menga. Yopilib qoladi degansiz, bitta neto ishim toza bo'lishi kerak, qiladigan ishim sof bo'lishi kerak, so'zlarim to'g'ri bo'lishi kerak, pulni ham mumkin emas, o'ylash balansi hamma joyda bo'lishi kerak-da, понимаете? Очень тонкая работа, mas'uliyatda bu yerda juda katta. Ular, то есть ular ulashgan, то есть meni tanlashgan, men ularni tanlay olmayman. Ular tanlashadi. Hozirgi kunda Andromeda sivilizatsiyasi, men asosiy kuratorim 9-11 qatlam. Ular bilan, то есть ulanaman, energetический, ulardan ma'lumot olib beraman. Ma'lumotlarim vertikalniy potok orqali. Mana shu joyda немножко bir to'xtalib o'taman. Gorizontal potokda, polchi deb aytishadi-da, shu bilan ular ma'lumot. Biz atrofdan, matritsadagi jarayonlardan. Biz hattoki inson anglamagan, ko'ra olmagan jarayonlarni vertikal potoklar orqali ulab berishadi ular bizga. Oldin bo'lganmi bunaqa channellar, bunaqa potoklar? Bor, bizda bo'lgan. Ular hozir o'tganlar dunyodan 3-D prostransiyada o'tganlar, ismlari Hayotxon Qurbonov va shularni bilaman. O'zbekistonda 3-prostransiyada juda ham chiroyli ma'lumotlar berganlar ular. Videolar bor nimada YouTube'dan. Ko'rmagan ekanmiz. Очень интересно, juda chiroyli ma'lumotlar bergan Hayotxon, adashmasam Qurbonov bo'lsalar kerak. Keyingi savolim Shahnoz opa, men channeling haqida bilib oldik, rivoj yo'li haqida endi ozgina mavzuga ochilyapmiz. Hozir rivoj yo'lida hozirgi paytda 26-yildan keyin qanaqa e'tibor berish kerak? Oldin ish bosib ketaverardik, pul qilish kerak, maqsad qo'yish kerak, yugurib borish kerak. Hozir unaqa emas-da, o'zimda ham o'zgargan. Xohlasam qilaman, xohlamasam uni qila olmayman. Dangasalik ham bo'ladi, u oldingi dangasalik emas. Qila olmaysiz. Dangasalik qilyapmanmi deysiz, lekin u dangasalik emas-da. Xohlamayapsiz uni. Qarang, mana shu joyda немножко korreksiya berib o'tishim kerak-da sizda. Xohlasam, xohlamasam davri aslida olganda buni tagida nima yotibdi? Bu просто так
xohlamasam emasda. Bu yerda energetik siz o'zingizdagi sig'imkorlikni sezayotgan bo'lishingiz kerak. То есть siz uchun bu blago bo'lsa, siz qilyapsiz. Siz blago bo'lmasa, siz qilmayapsiz. Bu katta farq borda. Agar hozir voy xohlasam qilishim mumkin ekan, bu yerda kibr ham ishlaydigan jarayonlar ko'p. Ong darajasi har xil-ku. Mana siz уже ongli ravishda yondashyapsizda, bu yerda уже xohlasam emas, menga to'g'ri kelsa buni qilyapman deyish men uchun shuni his qilib ko'ring. Потому что hozir ko'p oldinlari men xohlamayapman-ku buni qilishni. Bo'ldi, qilmayman. Bu yerda xohlash aql orqali, xohlamaslik ham aql orqali. Чисто nima bor bu yerda? Kibr. 100% kibr. Потому что ba'zi bir ishlarni shaxsan men hayotimda mas'uliyatim asosida qilaman. Misol uchun farzandingizga qaraysiz-ku, siz charchasangiz ham, boshqa qilsangiz ham turasiz, yordam berasiz-ku. Bu mas'uliyat jihatidan bu yerga e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar ham bor. Хорошо, buni hozir chetga qo'yamiz. Davr, shunaqangi davr, hamma rivojlanishi shart. Ruhiy rivoj, ongni kengaytirish, ruhiy rivoj bo'lmasa, bu просто bo'lmaydi, tirtonchikom. 2026-yil, 2023-yil hozir shunaqa katta o'zgarishlar bo'ladi. Prям hamma o'zi ongli ravishda o'zini ustida ruhiy rivojga ketishi shart. Bo'lmasa virus holatlari ko'p, то есть u yoki bu programmalarga ilinib qolish holatlari ko'p, provokatsiyalarga uchib qolish holatlari ko'p, destruktiv xayollarda ketish holatlari ko'p. Bizni hozir yangi olamga chorlashyapti. Bu olam действительно bez ximiyasiz, kimyoviy moddalarsiz, to'g'ri so'zlikda, soflikda, o'g'irliksiz bizlarni olib chiqishyapti. Biz ilk bir qadamlarimiz, biz ilk ruhlarimizda shu olamni, shu olamni sborka yig'ishyapti. No, hamma borgan sari ozmi ko'pmi o'zini bir tempida boradi. No, borish shart. Bo'lmasa o'zi qiynaladi u inson. То есть agardiki kim siz o'zingizni ongli ravishda tanlovingiz bilan ketayotgan bo'lsangiz, kimdir majbur bo'lib boradi. Davr buni taqozo qiladi-da. Поэтому действительно har bir kimni eshitayotganmiz, просто bu narsani o'zingiz uchun bilib oling. Rivojini har xil instrumentlari bor. Nimadir qilishingiz kerak. Просто tak divanda yotib o'tiradigan вообще umuman payt emasda hozir. Vaqtingizni ketkazasiz и просто rivojingizni orqada qoldirib yuborasiz-da. Agardiki dальше bo'lishi, o'zingizda keyingi imkoniyatlarni ochmoqchi bo'lmasa, o'sha joyda qolaverasiz. O'sha joyda qoldingizmi, sizni turg'izishadi. Boshqa hayotdagi voqealar bilan majbur qilib turg'izishadi. Uyg'otishadi. Bu nima deydi, har xil olamda bo'layotgan voqealar ham odamni uyg'otyapti-ku. Siz ko'rasizda nima uchun debda ichingizdan anaqa qilasiz. Xuddi shunaqa jarayonlar bo'lishi mumkin hayotlarda, поэтому bu narsaga seryoz, jiddiy qarash kerak. Buning uchun nimalar qilishlar kerak? Masalan, maslahatlar. Men hayotimga nimalarni kirityapman? Например, ko'p suv ichyapman. Badlar o'zi oldindan bor edi, hozir e'tibor bilan qarayapman, ichyapman. To'g'ri tarelka qoidasi yaqindan maslahatlashdim, to'g'ri ovqatlanish. Go'shtlardan ana qilolmayman hali, aytganlar. Baliq yesangiz bo'ladi deganlar. Lekin to'g'ri tarelka qoidasini, fizический harakat. Oldin men o'ylardim, siz aytdimmi, darslarga qatnashganman, demak hammasi oson ekan. Bu darslarni qilsam bo'ldi ekan, harakat qilsam bo'ldi, shunaqa deb o'ylab qolgandim. Keyin undan keyin yig'ishtirdim hammasini, bo'ldi, o'zim uchun harakat mashqlarni qo'shdim. Yana nimalar qo'shsa bo'ladi? Masalan, ayollar, bizani ko'rayotganlar hayotlarida imini nimalarni o'zgartirishlari shart yoki o'zgartirib borishlari kerak. Qarang, avvalambor har bir o'zgarish yo'li instrument. Siz hozir instrumentlarni sanab o'tdingiz-da? O'sha instrumentlarni aytaman. Da, то есть yoga ham bu instrument, отличный instrument. Misol uchun, toqqa просто tak borib kelish ham bu ham instrument. Siz rasm chizasiz o'zingiz, bu ham instrument. Siz просто musiqa eshitasiz, bu ham instrument, siz instrumentingiz. Siz to'g'ri ovqatlanasiz, bu ham instrument. Instrumentlar juda ko'p. Instrumentlar o'zini bir vibratsion darajasida bir-biridan farq qiladi. Sizga men hozir har kuni ertalab turib chakralni praktika qiling desam, yo'q deysiz misol uchun. Chakrani ko'zim bilan ko'rmayman-ku. Понимаете-da? То есть bunga ham, то есть inson o'zi tanlov qiladi. Bu yerda действительно ma'lum bir o'zini bir tanlovi asosida instrumentlarni tanlaydi. Bu instrumentlar vibratsion jihatidan bir-biridan farq qiladi. Kimdirga bu to'g'ri kelsa, kimdirga bu уже kamlik qiladi. Siz hamma instrumentlarni sanab o'tmadingiz. Siz amaliyotlarda ham ishtirok etasiz. Misol uchun 20-21 amaliyotda ishtirok etdingizmi? Ishtirok etdingiz. Bu siz uchun katta instrument. Bu aslida olganda yer instrumenti emasda, bu tonkiy polani instrumenti. O'zingiz ko'rmaydi, lekin. Конечно. Mana shu asos.
Конечно. Siz hozir shu instrument orqali shunaqangi ko'p o'zingizda ishga tushirgan jarayonlarni amalga oshirdingiz. Siz просто buni ko'rmayapsiz-ku. Bu fizikada emas. Yoga bu fizический, misol ovqatlanish ham bu fizический, это энергетический. Lekin hamma narsa energiyadan boshlanadi. Bilsangiz, eshitgansiz-ku, kasallik paydo bo'lishidan oldin polaga kiradi. Polani nima qilishni boshlaydi, xuddiki bir qurtga o'xshab, sekin-sekinlik bilan shart oladi, tanangizga kirib oladi-da. Понимаете? Xuddi shunaqa jarayonlar. Siz nima qilyapsiz? Energiyasini tozalayapsiz. Mana shu baza aslida olganda. Buni ham qilish kerak. Siz buni ham qilyapsiz. Polangizga kirg'izyapsiz tonkiy energiyalarni. Tozalayapsiz parallelni fizika bilan ishlayapsiz. Farqlari juda ko'p. Bu yerda men hozir mana shu instrumentni qilishingiz shart deb ayta olmayman. Misol uchun bu energopraktikalarni hamma ham qila olmaydi. Bu o'zingizdan boshingizda eslang, qarshiliklaringiz sizda ham bo'lgan-ku, 7-1 ga borish jarayonini eslang-da, помните. То есть mana shu jarayonlarda to inson buni qabul qilib, o'zida his qilguniga qadar o'zida bir proseslar bo'ladi. Tayyorgarlik, tana tarafdan, vibratsion darajadan tayyorgarlik. Instrumentlar juda ko'p. Birinchi o'rinda, zo'r aytdingiz, bu tana. To'g'ri ovqatlanish. Bu dieta emas, bu resursli ovqatlanish. Ya'ni ovqatlanish bor energiya oluvchi, ovqatlanish bor energiya beruvchi. Hozir asosiy nimaga qaratish kerak? То есть nimaiki qilsangiz sizga energiya berish kerak-da bu. Tushundingizda? O'shaning uchun ham bu resursga ega ovqatlanish deb aytamiz. Bu dieta emas. То есть sizga resurs beradi. Bu resurs bu energiya. Tushunasizmi endi? Endi e'tibor bering. Go'shtdingiz hali chiqmadi. Demak, sizda hali energiya oluvchi resursga ega bo'lmagan ovqatlanish tizimingizdan boshqa просто anglasangiz bo'ladi. Потому что go'sht resursingizni yig'ib bermaydi, olib qo'yadi. Просто buni borgan sari energetik jihatdan his qilishni boshlaysiz, ash bergingiz kelmaydi bu energiyalarni bu narsaga. Bu payt keladi sizga ham. Sekin kelsa kerak-da. Tez kelsin. Iskandar yegan o'yirim bilan birinchi boraman bo'lib turibdi. Tez kelsin, bu narsani o'zingiz просто sezasiz. Bir haftami, 10 kun, 21 kun go'sht yemangda, ozgina yeng, keyin shunaqa o'zingizda og'irlik his qilasiz. Go'yoki nimadir ichingizda bo'lgan. Buni men o'zim hayotimda his qilganman. Yengillik his qildim. Yemi, ozgina bir boshida shashlik yeb ko'rganman, shu tomon bo'lgan. Ichimni og'ir qivargan shunchalik darajada. Все, men tushunganman, что bo'ldi, menga shu orqali ko'rsatiladi. Shakarni atmay qildim. Конечно, shakar bu 3-4 oy bo'ldi. Bu siz qildingiz-da? Men qildim. Voy, молодец, серьезно. Shokolad yeb qo'yaman. Shakar всемирный, butun dunyo bo'yicha aslida olganda bu, energiyangizni bunaqa qiluvchi, oluvchi narsa. Bu men natijam. Nega qilsa bo'lar ekan? Bo'lar ekan, конечно, bo'ladi. Rivojimga qanchalik ta'sir qilyapti, endi qanchadir vaqt o'tgandan keyin bilaman. Shahnoza opam aytib o'tdilar, praktikalar haqida ko'pchilik bilmaydi. Sizni kanalingizda men qatnashib turaman, hech kimga aytmasdan. Men adminlarimga tavsiya qildim. Endi kimdir qabul qildi, kimdir mana boshida o'ylaganman, nimaga kerak bu praktika? O'z ishimni qilyapman-ku, shundoq ham qilsam keturaman. Bu praktika nima yordam beradi? Ko'zim bilan ko'rmayman. Pul bo'yicha, bir nima ayollik bo'yicha adminlarimga olib berdim. Keyin ular ham qiziqishmadi, lekin har safar menga kerak bo'lsa, men ijodkorlik amaliyotida ham qatnashaman, darslarda ham qatnashaman. O'sha amaliyotlar ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin bitta ayolning rivojida qanaqa yordam berishi mumkin? Qanaqa yordam berdi sizga? Hozir misol aytsam, faqat siz bilan bog'liq bo'lib qoladi. Ayting, просто siz как раз ayting, maylimi? Siz o'zingizdan aytsangiz. O'zimdan aytadigan bo'lsam, ideyalarim har doim ko'p bo'lgan, uni tez amalga oshirib tashlaganman, lekin mana shu praktikalardan keyin menda yangicha urovenda g'oyalar kelishib boshladi. Ya'ni oldin ham kelishi mumkin, keyin sizga aytdim, buni o'zim shundoq ham qilardim. Mana natijangizga o'zim ham shundoq ham qilishim mumkin edi dedim-ku. Lekin u ma'lumotni ham channelinda aytgan ekansiz. Bir xil eshitib turaman-da, channelinga qaytib. Sizga уже polingizga boshqacha odamlar kelishib boshlaydi. Hayron bo'lasiz, даже bu odamlar mendan ko'p narsani biladi, nimaga kelyapti meni oldimga. Hozir shunaqa odamlar esa ko'payib ketgan. Yangi loyihalarim mana ularga qaratilgan. Будущий loyihalarim ham miyamda. Ularda ham boshqacha odamlar kelishi kerak. Xo'p, keyin menda hamma muammolarni o'zim hal qilib tashlash imkoniyati ham bor edi, xohishi ham bor edi.
uyga ro'zg'orlik qilib tashlash ham, sayohatlar sotib olish ham, boshqa o'zim qilardim. Og'irligini balki his qilmaganman, shu bilan to'yinganman, lekin hozir hammasiga xohish nol bo'lib qoldi-da. Uni shundoq ham qiladigan odamlar qilyapti. Turmush o'rtam har doim ro'zg'or qilib keladilar, qarab turadilar. Boshqa payt ular ham e'tibor bermaganman, qilib. Hozir shu ham o'zgardi. Ayollik ochildi. Erkak o'zini anaqasiga o'tdi. Ayollik menda boshqa qiralarim ochilyapti. Aytganim uni просто man turmush o'rtog'imdan pul so'rasam, hozir aniq bermaydi. Hozir yo'q deydilar. Undan ko'ra o'zim olib qo'ya qolay. Hozir qarab yosh bola so'raganchalik so'ra olaman. Qilib bering, o'zimda pul bo'lsa ham olib bering, shundan qilib bering. Mashinalar yo'q edi oldin. Mana shu praktikalardan keyin shu ochildi. Endi kelyapti, chunki undan oldin menda ancha tozalanish bo'ldi. O'sha etapda. 7-1dan keyinda katta o'zgarishni man 7-1dan keyin deb sizda ko'p ko'raman-da. Bilaman, oson bo'lmagan sizni borib kelishingiz, но вы молодец, siz buni qila oldingiz-da. Demak, ichingizdagi kuch sizni kuratorlaringiz boshqargan, однозначно, потому что siz ongingiz bilan sizni juda ko'p provokatsiyalar deb aytamiz. Provokatsiya nimaligini bilasizda? То есть atrofingizda uni qilma, buni qil, bu yaxshi, bu yomon deb qichqiq qilib yoki musliforma yoki kimdir gapiradi sizni. То есть provokatsion momentlar bo'ladi. Sizni o'sha joyga ketkazmasligingiz uchun. Ichki stержim menda baquvvat bo'ldi. Oldin u baquvvat bo'lmagan yoki o'zgaruvchan bo'lgan kimnidir fikriga baribir qarab ketib qolganman. Hozir Durton opa, men bo'lmayapti, men bu kursga odam yig'ilmayapti, stержim shunda turadi. Nima bo'pti, yig'iladi. O'sha yig'ilyapti keyin. Смотрите, nima bo'ldi sizda? Получается, biza har praktikada ishlaganimizda, то есть biza necha yildan beri yashab kelamiz-ku, shablonlar, qayerdandir nimadandir esdan bog'liqliklarimiz ko'p, shu qoidalarimiz ko'p. Bular yomon emas. Bizlarga o'sha paytda kerak bo'lgan. Hozir davr o'zgardi-da, yangicha bir davrda, yangi nazar bilan ketyapmiz-ku, yangi sifatli hayot bilan. Bu sifatli hayotda bizga o'sha bu bog'liqliklar kerak emas. Bu shablonlar kerak emas. Bu qo'rquvlar ham kerak emas-da o'sha. Siz biz mana shu 7-1da ilmi har bir praktikamizda tonkiy energiyalar, siz mana shu bitta bir bog'liqlikni siz o'tirib yechishingiz mumkin-da. U ham to'g'ri, oying bilan doim ishlash kerak. No, mana shu tonkiy energiyalar chipoq qilib shuni oladi-da, ko'rkingizni yechib beradi. Xuddi yechadi-ku ustidan. O'shunaqangi qilib katta bir plastlarni yechib tashlaydi. 100% yechmaydi. Ma'lum bir qismini yechadi. Mana shu ma'lum bir qismini yechish uchun siz bilasizmi qancha umr sarflaysiz? Hattoki bilmaysiz ham, yuraverasiz ba'zi bir paytlarda. Qancha yiqilib, bir nima bo'ldi. Siz даже bunda e'tibor ham bermas ekansiz. O'zim qilaverdim. Endi o'zingiz ham e'tibor berdi, siz turmush o'rtog'ingizga ayta oldingiz. Hattoki buni e'tibor ham bermagansiz-ku. Вот, sizda uyg'ondi bu narsa, то есть qanaqadir внутренний блокingizdan ham olib tashlanildi, получается, siz bemalol ayta olasiz. Можно это какой был внутренний блок чисто, понимаете, да? И вы взяли, раз siz oldingizda olib tashladingiz. Bu jarayonlar juda katta ahamiyatga ega. Siz borgan sari yengil bo'lib boraverasizda, o'zingizdagi asl dirdoningizni ochishni boshlaysiz. Keyingi qadamingiz, men sizga doim aytaman, yuqori ong sizniki deyman. Потому что sizga ijodkorlik, siz buni qilayotgan ishingizda shunaqangi ideyalar, yangi ideya, то есть ideyalarni siz уже siz uchun kerakli, sizni polingizga kerakli bo'lganlar keladi. Matrisadan olmaysiz. Idan olsangiz bo'ladi-da, misol uchun hozir idan ko'plab foydalanyapti. No bu vysshaya bergan ma'lumotni hech qachon bermaydi. Kuratorlar bergan ma'lumotni hech qachon bermaydi. Hamma biladigan ma'lumotni beradi. Ularning maqsadi imенно yangicha sifatli bir holatda shakllantirish o'zingizdagi bo'lgan jarayonlarni. Поэтому har bir inson, конечно же, o'zinikini oladi, o'zini jarayonlarda. Просто mana shu o'zgarishni ko'ra olish ham juda muhim bo'ladi. Siz молодец, что ko'ra oldingiz. Shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Shahnoza opa, hozir ko'rayotganlar Vyshayaga kelishingiz kerak dedingiz-ku menga. Shu nimaligini siz auditoriyangiz biladi, lekin meni auditoriyam boshqa ko'rayotganlar bilishmaydi. Masalan, o'sha Vyshaya kursiga bordim. Nima bo'ladi menda? Qatga ulanib qolaman, qanaqa gaplashaman? Uchishimga keladimi, yo qulog'imga gapirib ketishadimi? Qanaqa gaplashishadi? Men qanaqa o'sha informatsiyalarni olaman? Смотрите. Hamma ola olaydimi shuni? Hamma Vyshayasi bor. Hammani. Hammani. O'sha ko'chadagi bomjni ham Vyshayasi bor. Faqatgina uni tiniqlik, ochiqlik darajasi hammada har xil bo'ladi. То есть kristalni ko'rganmisiz? Mana kristalning farqini sezyapsizmi? Видите, прозрачный. Прозрачный. Bu прозрачный. Mana bu ham kristal.
Prozrachностьda farqi bormi? Qaysi bir prozrachniy? Menga mana prozrachniy ko'rinadi. Да. Bu непрозрачный вообще. Но bu ham kristal. Bu ham Bu kristal. ham kristal. Bu ham высшая, bu ham высшая. Sezyapsizmi? Farqini? Bu yarkiyroq. Bu yarki, Aniq, tiniq. tiniqroq, aniqroq. Bu ham высшая. Faqatgina bu tiniqroq. Высшая bu nima? Высшая bu sizni ruhingizga bog'lanish nuqtasi. Manada degan narsa bor, buni ko'p o'zini tili bilan gapiraman, чтобы уже vaqti keladi, ruhnoya. То есть ararga o'xshagan ruhnoya hammasi tabiatimizda bor aslida olganda. Ruhnoya sizni barcha ma'lumotlaringiz, qayerda tug'ilgansiz, nima qilgansiz, o'sha ma'lumotlaringizni manbai. Sizni mana shu yacheykangiz bilan sizni taningizni bog'lab turuvchi kanal bor. Shuni yuqori ong deyishadi, высшая. O'sha kanalni загрязненности darajasi har xil bo'ladi hammada. Ko'rdingizda boyagidek tiniqlik yopiqligi, ochiqligi, tiniqlik darajasi deb aytaylik, да? Истинность, прозрачность kanali deb aytamiz. Nima beradi sizga bu kanal? Sizga hayotingizda magazinga borish yo'lingiz to'g'ri bo'lsa, siz mana bunaqa высшаяda bo'lsangiz, sizga magazinga borish kerakligi aytilinadi. Qanaqa yurasiz? Aylanib boraman. Hatto bormasligingiz ham mumkin, boradi, mundoq qilib aylanib ham kelasizda, yuraverasiz, lekin borishingiz kerakligini bilasiz. Yoki 10 kundan keyin borasiz, yoki 10 yildan keyin borasiz. O'sha shunaqa yuraverasiz. Mana siz boradigan joy, siz bilasiz, sizga keladi bu informatsiya. Yuqori ongingiz qanchalik darajada shu o'zingizga ma'lumotlar kelishni boshlaydi, qandoq kelishni ham aytaman. Siz qanday keladi? Siz уже aniq tiniq bilasiz. Mana buni qil. Buni qil. Sizga ma'lumot fikr sifatida fikr keladi. Bu ham fikr, u ham fikr, bu ham fikr. Fikrni tozaligida farq bo'ladi. Sofligida, aniqligida, tiniqligida, качествосida. Fikr bo'lishi mumkin, har xil g'alamusli fikrlar bo'lishi mumkin. Bu уже sof ну, то есть o'zini vibratsion, past vibratsion fikrlar. Понимаете-da? O'sha fikrlar bilan yuraverishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun-da, yoki bo'lmasa borgan sari tiniqlashib boraveradi. Maqsadingiz yanada ham nima qilishni boshlaydi? Aniqlashib boradi. Siz уже chalg'imaysiz u yerga, bu yerga, bu yerga. Siz olasizda aniq borasiz. Vaqtmi? Vaqt. Osonlikmi? Osonlik. Sifat? Sifat, потому что siz bu yerda destruktiv fikrlar bilan borishingiz mumkin. Siz bormadingiz. Tushundingizda? Mana shu narsa. Qaysidir kursingizda qatnashganimda ozgina vaqt shu ochildimanda, keyin e'tibor bermadim. Aytuvdim-ku, kiyayotganimda даже qanaqa kiyim kiyishim, qaysi taqinchoni unga moslab taqishim, o'sha informatsiyalar kelishni boshladi. Keyin u yopilib qoldi, men e'tibor bermadim. Yopilmadi, balki o'sha bir kanal bo'yicha biroz davom ettirib ishlash kerak. Buni 100% ga chiqarish kerak. То есть, ну, хотя бы siz qanaqadir foizini borgan sari har bir amaliyotimiz zirdan chiqam, har bir amaliyotimiz tezlik bilan ochib beradi. Ну, то есть tozalab beradi kanalni. Hop etib siz avliyo bo'lib qolmaysiz, конечно. Mana shu narsada qani ochildi deb ayt. Ну, qanchalik ochilganligini oldin qanaqa edi, shularning farqini bila olsangiz bo'ldi. Har bir kurs, hattoki sozlashishingiz ham sizga o'sha bilan bog'liqligingizni qanaqadir darajada yordam beradi. Energy triplar haqida gapirayotganim yo'q. Вот energy trip zo'r ochadi. Sizni kanalingizda bepul anaqalar bor, amaliyotlar, kurslariga. Конечно. Rosa ko'p. Очень. YouTube kanal, даже Telegramda emas, YouTubening o'zida shunaqa ko'p amaliyotlarimiz bor. Shundan boshlanilsa, конечно, благо bo'ladi. Yana bitta narsa so'ragim keldi mana. Bizda auditoriya katta, har xil kasb egalari hozirgi kunda immuniy ayol ishlashga, nimadir kasb o'rganishga harakat qilishyapti. Masalan, bizani diyetolog ko'ryapti, masalan, bitta bog'chapa ko'ryapti, bitta biznesi bor ayol ko'ryapti, boshqa. Ular ham rivojlanish uchun qanaqadir harakat qilishyapti, maqsadlar qo'yishgan. Ruhiyat ko'pincha qolib ketadi. Mana kecha ham ekspertlarimiz kelishdi, pulga harakat qilishyapti, lekin bitta psixologimiz kelib bloklar haqida aytishsa, ha, bu haqida o'ylamagan ekanmiz. Ruhiyat qolib ketgan ekan deyishdi-da. Mana shu ekspertlarga yoki ayollarga, prosta uyda o'tirgan ayol ham nimadir qilyapti hozir, o'zi bilan ishlayapti. Shu ruhiyat bilan ishlashni nimadan boshlash kerak? Qanaqa shug'ullanish kerak? Ovqatlanishdan boshlasin. Tana bilan boshlasin. Birinchi o'rinda. Bu ham ruhiyatmi? Конечно. Sizni ongingizga ta'sir qiladi har bir ovqatlanishingiz. Mana siz ovqat yeyapsizmi? Nima uchun hozir ahamiyat bering? No, agar bilasiz, men davolashda faqat suv bizada. Suvning ichiga mantra aytamizda, suvning vibratsiyasi o'zgaradi. Buni hattoki yapon olimlar 10 yil oldin уже isbotlangan narsa bu.
eshitgan bo'lsangiz, guruchni vibratsiya jihatidan sevgi berishgan, guruchga yomon so'z berishgan. O'sha Buni eshitdim. помнитеda? Вот. Xuddi shunaqa narsa suvda ham bor bu narsa. То есть biza har bir ovqatimiz bilan nima qilamiz? Informatsiya kiritamiz. O'shaning uchun go'shtni iste'molini ham ichida nima bor? Ma'lumot borda. Именно nima uchun go'shtni yomon deyotganingizni ham aytib ketasizmi? Yomon emas, Yomon emas. oluvchi deganingizni. Ko'p Bu energiyangizni olib hayvonni qo'yadi. go'shti bo'lgani uchunmi? Da, ko'p energiya beruvchi. Вообще DNKsida ham ichidagi nimalar tekshirganligida ham bu insonni organizmiga наоборот o'zini qarituvchi xislatlarni olib keladi. Kletkalarni, faollashish jarayonlarini nima qilishni boshlaydi? Tez charchatib qo'yishni amalga oshiradi. Borgan sari odam ko'p energiya ketkazurgan sari ichki resursi ham o'zgarishni boshlaydi ularda. Uzoq boshqalarni aytmayman. Masalan, turmush o'rtog'im go'shtsiz ovqat qiladigan bo'lsam, go'sht olib kelib berishga harakat qiladi yoki boshqa. Go'shtsiz ovqat tasavvur qila olmaylar. Go'shtsiz ovqat yesam, demak, men kuchsiz bo'lib qolaman. Go'shtsiz ovqat yesam, charchab qolaman. Потому что shunaqa o'sganmizda, ochlikdan o'tganmiz-ku Durdona. Mana siz ham qanaqadir davrda urushdan o'tgan ruhsizda. Shaxsan men o'zim воплощениeni bilaman, juda qattiq ochlikda o'sgan ruh bo'lganman. O'sha ochlik programmasi bilan bu yerga kelganman. Bu xohlaysizmi yo'q, bizga ta'sir qiladi. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nimaga qo'rquv, nimaga? Qo'yingsa hozir olib qo'yinglar zanachka nimadir bo'lib qolsa-chi, потому что o'sha narsa qolib ketganda. Ota-bobolarimizdan ham qolib ketgan. Misol uchun men uydagilarim ham, ota-onam ham go'sht yedi mendan. То есть bularni уже o'zgartira olmaysiz-da, понимаете? Ularda bor bu programma, все, fiksatsiya qilingan. Значит, так ularni qabul qilamiz. Yonimda go'sht yeb o'tirishadi ular. То есть bu ularni tanlovi, bu ularni yo'li. Siz agar ongli ravishda yondashib o'zingizda o'zgarishlarni his qilgan bo'lsangiz, уже boshlashingiz kerak bo'ladi. Birinchi boshlanadigan narsa biz xohlaymizmi yo'q bu ovqatlanish, потому что siz berayotgan energiya orqali tana bu sizni ongingizga ta'sir qiladi. То есть tana bu ruhning uyi. Ko'pchilik o'sha aytadi buni. Siz har bir даже ortiqcha vazn ham o'zida ma'lumot saqlaydi. Qachonlardir yig'ib kelgan ortiqcha vazn, o'sha vaznli ma'lumotlar hammasi ongni fikrlash sifatiga ta'sir qiladi. Понимаете? Ko'rgansiz-ku, вообще o'zgardim. O'zini vес tashigan odamlar shunaqa boshqacha bo'ldi. O'zini sevishni, o'zini qadrlashni boshlaydi. Почему? Потому что boshqa programmalardan qutulishni boshlaydi. Programmalar chiqib ketadi, vес bilan birga chiqib ketadi. Demak, go'shtdan nafaqat go'sht, sutli mahsulotlar. O'zim hali chiqmagan maslahat bera olmayman, lekin tajribamni bo'lishaman agar sekin buni amalga oshirsak. Конечно, umuman baliq hozircha mumkin, no go'sht, sutli mahsulotlar nimaga? Nimaga? Потому что ular qonimizga ta'sir qiladi. Bizni qon asosiy bir energiya manbai, bilasiz-ku buni. O'shaning uchun ko'p suv ichish kerak deb aytamiz-ku. Hech bo'lmasa suv bilan o'zimizga yordam beramiz, energiya berishga. Qon quyuqlashtiradi, gluten mahsulotlari. Gluten bilasiz, pshenitsa, bug'doy. Buni endi aytishyapti, chunki u paytning o'zida bu matrica boshqacha bo'lgan. Bu degani nimaga shuncha paytni aytishlari mumkin? Ota-bobolarimiz yeb kelishgan deyishingiz mumkin-da. Конечно, to'g'ri qilishgan. Ochlik paytida yemasa nima qiladi? Yeydi shuni. To'ppa-to'g'ri qilishgan. Bo'ldi endi. Endi siz ota-bobolaringiz Zaporojsk haydagan, endi siz Zaporojsk haydashingiz kerak emas-ku degani. To'g'rimi? Yangi mashinalar chiqyapti, yangi davr kelyapti. Demak, boshqa yangiliklarga intilamiz-ku biz. Bo'lmasa, o'sha eshakda yurishgan, otda yurmaydi-ku hech kim. Ota-bobolarimiz yurdi. Davr o'zgardi, energiya o'zgardi, fikrlash o'zgaryapti. Evolyutsiya-da bu, понимаете? Это эволюция сознания. Ongning evolyutsiyasi. Ma'lum bir joylarda evolyutsiya borda, ma'lum bir joyda evolyutsiya yo'q. Biz bir butunlikda olib borsak, тоже bu blago bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli bo'ldi menimcha qolganligi ham, lekin bizda shu sut, sariyog', qaymoq shulardan kelib chiqadi. Boshqa narsa nima yeyman degan narsa bo'ladi. Nima yeyman, nima qoldi o'to'landan boshqa. Demak, ularni hayotida bo'lsa ham ko'p suv ichish yordam beradi desa, sekin chiqaraveradigan darajada. Limon ozgina qo'shib yuborsin, чтобы qonni suyultirish kerak обязательно. Немножко вообще ertalab turganda 2 stakan 60-70 gradusda suv обязательно. Jigarga yaxshi-da bu. Jigar, поджелудочный железani o't pufakni yengillashtiradi hayotini deya ayting. Men buni kirgizganman, 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi kirgizganman. Refleks bo'lib qolgan уже. Turib suv ichish. Endi zo'r instrumentlar beryaptilar Shahnoza opam, qaranglar.
bundan keyin ovqatlanishiga e'tibor berdi, vizitiga e'tibor berdi, ruhiyat bilan ishlashganini qo'shsa bo'ladi. Buni qilayotganlar ham borda o'sha. Praktikalar. Qanaqa praktikadan Birinchi boshlash o'rinda kerak? chakralni praktikalar. Qanaqa yordam beradi? Men o'ylayman, Shahnoza chakra bor, mana unda qattaligini sekin topganman o'zim, tasavvur qila olmasdim. Chakra bor deyishadi, lekin ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Men bilmayman, qayerda turibdi u chakra. Sizda ham ko'rmayman, boshqalarda ham yo'q. O'zi qanaqa ishlaydi? Ko'zimizga ko'rinmaydi u. Shu praktikalarda qanaqa ishlaydi? Chakra ochiq bo'ladimi yoki yopiq bo'ladimi? Bir xillarda yopiq bo'ladi deyishadi, uni sekin ochamiz deyishadi. O'sha jarayonda o'zimda ham shaxsiy savol, nimalar o'zgaradi? Вообще chakra haqida ma'lumot bu bilasizmi necha yillik bir ta'limot. Hattoki hozir 3D пространствоdan oldin bo'lgan ta'limot. Верно, молодец. O'sha paytni o'zidan hozir Hindistonda zo'r bilishadi, bular haqida Tibetda zo'r bilishadi. Bular siz bilasizmi, ularning ongi juda ham bir o'zini bir chakralar haqida hamma biladi. Yosh bola ham bilsa kerak. Hozir вообще mana shu dihательный praktikalar, nafas olish praktikalar уже Xitoyda, Yaponiyada boshlanilgan. Maktablarda, o'qishlarda ishlarda ham. Потому что уже bular bilishadi nima ekanligini. Har bir insonda, hattoki yerda ham o'zini chakralari bor. Yer. Masalan, tosh olib keldi, Shahnoza menga. Точно. Elbrus 4-chi, 4-chi qalb chakrasi. Chakrani tosh. Da. Har bir mavjudotning o'zini chakrasi bor. Itlarda ham, hayvonlarda ham, hammada bor. Insonlarda ham bor, yerda ham bor o'zini chakralari, понимаете? Bu energetik markazlar. Siz ko'rmaysiz-ku, sizni poliz, auringizda nima borligini. To'g'rimi? Tekshirgan apparatlar yo'q hozir uni. Bormi? Rosa ko'p-ku, конечно. Da, polizni ko'rib berishadi, magnitni holatingizni, digiralaringiz bormi, yo'qmi, уже anchadan beri bor bu apparatlar. Просто men O'zbekistonda bormi, yo'qmi bilmayman buni. Bu apparatlar bor, bu energetik markazlar. Siz fizически tanada yashaysiz. Ular energetik narsalar. Bizni xuddiki aura maydonimiz ham energetik, buni ko'ra olmaymiz. Bu fizika o'sha mana. Ushlab ko'ramiz. Buni energetik juda ko'p jarayonlar bor, buni ko'ra olmaysiz. Bizda har bir nimamizda, tanamizda har birimizda chakralar bor. 7 ta asosiy chakramiz bor. Bular bizani именно bizga, bizni faoliyatimizga, bizni mana shu воплощение tug'ilishimizda yashashimizga katta ahamiyat beruvchi sentr markazlar bo'lib hisoblanadi. Bular orqali sizda juda ko'p jarayonlar bo'ladi. Естественно, chakrani yopiq bo'lmasligi katta ahamiyatga ega. Qachonlardir ko'pchilikda chakralar deyarli ko'pchilik yopiq bo'lgan. Kerak emas bo'lganda o'sha zamon uchun bu. Tushunyapsizmi? Потому что bu ongni kengaytiradi. Har bir chakraning ochiqligi sizni ongingizni kengaytirib yuboradi. Ongingizni kengayishi sizni boshqa bir yangi bir imkoniyatlaringizga ochishga yordam beradi. O'sha paytda o'sha imkoniyatlarni ochish davri emas edi. Ochlik, o'zini o'zlashtirish, qo'rquv davri, o'shalar kerak edi hammasi. Поэтому bu haqida ta'limotlar juda ham kamdan kam holatlarda bo'lgan. Faqatgina o'shada, то есть o'zini bir храмlarda, deb aytamiz, Hindiston, Tibet xramlarida и так далее, и так далее. Любой monahlar hammasi biladi chakralar haqida. Sizga просто endi bu bizda ham anchadan beri bor bu narsa, просто ko'pchilik bir anaqaga endi yetib kelayotgan bir holat. Chakra asosiy holatda, то есть eslasangiz, aytishardi ko'p nima desam ekan, o'sha shu yo'nalishlarda seksualniy energiya, то есть jinsiy energiyaga e'tibor bering. Bu moliya bilan bog'liq deb aytishardi. Nima uchun bilasizmi? Seksualniy energiyaga javob beruvchi chakra bu birinchi chakra. Birinchi chakra bu shu anaqa kartinani aytgandingizmi? Birinchi chakramida bu? Bu 4-chi chakra. 4-chi chakra. Men xayolim buni birinchi chakra, mana intervyuda bo'ldi. Birinchi chakra deb o'yladim. 4-chi bu qalbni ochuvchi chakralaringiz, qalbni ayollik energiyasi bu yerda. Bu yerda chakra birgina emas, ko'p narsalar bor bu yerda. Вот. И получается, birinchi chakra bu sizni moddiyligingiz aslida olgan. Faqatgina moliya emas. Moddiylik nima bu? Hamma narsa-ku. Siz ayol bo'lishingiz ham moddiylik. Sizni samimlikda o'zingizni faoliyatingizni amalga oshirish bu sizni hayotingizdagi moddiylikdagi imkoniyatlaringiz. Seksualniy energiya, finansiy energiya va sizni matrisadagi hayotingiz. Hamma bilan, farzandlaringiz bilan munosabatingiz ham birinchi chakra. Demak, uni yopiq bo'lishi qanaqa, ochiq bo'lishi qanaqa? Yopiq bo'lishi bu degani nima degani? Qanaqadir energetik skopleniylar bor degani. Ya'ni yechilmagan jarayonlaringiz bor degani.
Muammolar masalan. muammolar deb aytdi. Muammonida, то есть destruktivniy energiyalar deb aytaman. O'sha jarayonlaringiz bor degani. Sizda bormi? Значит, nimadir hal qilinmagan, nimadir holatlar bor. Lekin e'tibor bering, agarda siz faqatgina birinchi chakra bilan ishlasangiz, moliya uchun, rus ishlamay qo'ya qoling. Bu qolganlari ham bor. Ortaveradi hammasi. Balansda 7 ta chakra bo'lishi kerak. Eslaysizmi? Hayot gulini chizganmiz-ku. Birinchi chakra o'rtada. Помните, har bir dumaloq birinchisiz yashay olmaydi, birinchi dumaloq. Har bir dumaloq. Hammasi bog'langan. Конечно. Xuddi shunaqa narsa, xuddi shunaqa inson hayotida ham. И energetik qanaqa yechilinmagan jarayonlar скопление bo'ladi, то есть yig'ilinadi, energetik chakrada blok hosil qiladi. Bizdagi tanadagi kasalliklar ham qanaqa? То есть nimada aurada nimadir qabul qilinmadi, aurada energetik уже buzilishni boshladi, energiya yorib o'tdi sizni aurangizni, уже kasalligingizga keldi, organizmga yopishdi, organizmda o'sha energiya bor. Demak, o'sha aplomba deb aytaman bu narsani, destruktivniy energiya, aplomba, blok hamma har xil aytadi. O'sha organizmda bor. Demak, nima qilishingiz kerak bo'ladi? O'sha organ bilan ishlashingiz, ongingiz bilan ham ishlaysiz обязательно. Parallel ravishda agardagi nima bilan ham ishlasangiz, то есть nafas olish mashqlari bilan biz ishlaymiz, to'g'ridan to'g'ri organ bilan, помните, organizmni shifolashda ishtirok etgansiz-ku. To'g'ridan to'g'ri organ bilan ham ishlaymiz, energiya yuborishadi, parallelno сразу sizga bu yerdagi energiyalar transformatsiya bo'lishni boshlaydi-ku, destruktiv energiyalar. То есть уборка. Сразу ongingizda sizda tiniqlik uyg'onishni boshlaydi, однозначно. Sizni polingiz o'zgarishni boshlaydi. Birgina narsa tin boshqa lampochkalarni yoqib yuboradi. Xuddi shunaqa barcha jarayonlarda ham har bir chakrani ahamiyati katta ahamiyat, katta, dolzarb deb aytaman-da buni. Buni borgan sari his qilib borasiz. Demak, oddiy til bilan aytganda, chakra yopiq bo'lsa, destruktiv energiyalar, shu muammolar hal qilinishi kerak bo'lgan hal jarayonlar qilinishi kerak muammolar, imtihonlar. bor. Agar u ochiq bo'lsa, e'tibor boshqa narsada, o'y xayollari boshqa, hayotda boshqa уровень. Demak, agardagi birinchi chakra aktiv bo'lsa, aslida olganda bilasizmi qanaqa bo'ladi Rdonchikam? Ba'zi bir insonlarda o'tgan воплощенияларdan kelib chiqib birinchi chakra bilan ochiq keladi, qolganlari yopiq bo'ladi. То есть bu yerda shunaqangi bir individual jarayon, no, siz agardagi birinchi chakraga e'tibor berib yursangiz, siz degradatsiyaga ketib qolasiz. O'sha уровеньda qolib ketaverasiz. Qalbni ochish kerakmi? Shart. DNKni tozalash kerakmi? Muhim. Ikkinchi chakra tanaga e'tibor berish kerakmi? Dolzarb. Onga e'tibor berish kerakmi? Bu donolik-ku. Поэтому shunchalik darajada. Qanchalik biz bir butunlikda ishlashni amalga oshirsak, shunchalik bizga ongimiz kengayadi, o'zimiz yengillashamiz, fikrlashlarimiz, ishlarimiz yengillashadi. Men bilmayman, eshitganmisiz yo'q, men birinchi marta chakralni praktika qilishni boshlaganimda, hali tayyorgarlik, provodniklik yo'lida edim. 1,5-2 soat, 2,5 soat praktikalar qilardim-da. Chakralni praktika meni. Yo'q joydan menga Angliyaga yutib olganman proyekt. 6 oylik viza berishgan, multiple viza. Это sensatsiya Durdona, потому что men o'zi hayronda, viza beruvchilar viza o'sha paytda Turkiyadan kelganda, endi nimada konvertda kelishgan, o'shanda proyektdagilar aytishganda, katta bir biznesmen topshirdi-da deyishgan, unga berishmadi deyishganda. Понимаете? Nima bo'lgan? То есть mendagi mavjud bo'lgan voqealar va hodisalar bor. Angliyaga borishim bor, qachonlardir. 10 yilmi, 20 yilmi bilmayman buni. No bu voqea qaysidir blokimni yechib tashlab, o'zim ham anglamadim qaysi blokimni. Bilasizmi, qancha ko'p bo'ladi. Har birini hozir anglashim kerak deb aytsangiz, butun umringizni ham sarflab yuborasiz. Nervная система это же все. Qaysidir blokimni yechib yuborganman-da. Men Angliyaga borib kelganman. Tezlashib ketgan. Da, yana tekinga borib kelganman, понимаете? Shunda resursingiz baland bo'lganmi? Shunda Конечно, resursimni ham oshirganman. Po'lamda Angliya bo'lgan, resursimni chakralni praktikalar bilan ham oshirib yuborganman. Blokimni yechib yuborganman. Imkoniyatlar ochilgan o'sha. Hozir hayotingizda ko'pmi bunaqa? Hozir o'sha ahamiyat bermayman o'sha. Da, уже potokdaman-da. Potokdaman, уже ahamiyat bermayman. To'g'risi, oldinlari bilasizmi, oldin juda bir hamma bir o'zini bir transformatsiya momentida bo'lganda, o'shaning uchun bir har bir o'zgarish bilasizmi, nurdek bo'lgan. O'sha paytda biram tushkunlikka tushgan paytlarim bo'lgan. Nima qilishni bilmay, nima uchun bu bunaqa bo'lyapti, nima uchun bu? Savollar ko'p bo'lgan, javoblarim bo'lmagan edi. O'shandan keyin channeling olishni boshlab, channeling olganman. O'shanda aktivlashib ketganman, дальше больше уже
menga bu manna nебесный degan narsa bordir, xuddi bir borliqda menga katta bir dar berildi, nur berildi. Ko'zingizga ko'rinadi-da, tushkunlikka tushib turgan bir paytingizda sizga bir katta bir narsaday bo'lgan. Hozir sizni praktikalaringizda qatnashib yurgan atrofingizdagilar, masalan, men ham qatnashyapman, menga o'xshagan boshqalar ham men bilaman. O'zingizdan bir ikkita masalan hayotlarini bizani tilda do-после holatidan ozgina aytib bersangiz, keyin tugatsak, chunki vaqtimiz yetmaydi. Agar mayli deysa, ikkinchi qismini ham keyin chuqurroq tushuntirilgan holatda keyinroq olsak bo'ladi. Hozir masalan sizni polingizga kelgan erkaklar, ayollar qanaqa natijalar, masalan moddiy hayotlarida ham, o'zlarida ham nima bilan shug'ullanishyapti, qayoqqa borishadi ular, qayoqqa ketishyapti, nimaga tayyorgarlik qilishyapti? Да, смотрите, hamma har xil. Hammani o'zini nimasi bor, niyati borda, tsel deb aytamizda. Men chenligida eslasangiz, zaprosingizni bering deb aytishadi. Bironta ma'lumotni sizni ruxsatingiz men ola olmayman. Aralashmayman sizni hayotingizga, mumkin emas. Menga o'zimdan o'zim nimadir tushuncha aytaman. Zapros deb aytaman, bilsangiz agar. Savol bering deyshadi. Savol bermasangiz, men haqqim yo'q gapirishga. Nima uchun? Chunki hamma har xil. Hamma o'zini yo'lida har xil imkoniyatlari bor, har xil darajadagi maqsadlari bor. Misol qilib keltiraman, chenlingda bor bo'lgan jarayonda davolovchilik qobiliyatini ochgan ruhlarim bor. Hozir davolovchilik qilishyapti ular. Bu katta narsa deb. Hozir davolovchilik qilishyapti. Bitta yana mushinam bor. Ular ham Rossiyada qolib ketgandilar, davolovchilikni tezroq kuchaytirishlari kerak edi. Chenlinglar olib, 7 keyin juda katta ochilishlar bo'ldi deb aytadilar. O'zlari ham haligacha тоже qo'ymasdan turib ularni mana shu yo'nalishda tezroq imkoniyatlarni ochishga yo'l ochib berishgan. Ko'pchilikda destruktiv programmalar, ya'ni rodovoy programmalar, kimdadir karmический yopilinmagan programmalarda perindeksatsiya, ya'ni ularni tugatish va yengillashish holatlari bo'lgan. O'zimni yordamchilarimni ularda в основном juda ko'p men yonida ular. Сразу ko'raman, сразу aytaman. Ularni o'zlaridan ham so'rab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Конечно, ular transformatsiyalar juda ko'p. O'zlarida, oilalarida, o'zlari ham aytishadi buni. Shaxs sifatida o'zgarib borishyapti ular. Просто shaxs sifatida. То есть oldingidek munosabatda insonlarga bo'lgan pretenziyalar ko'p bo'lgan bo'lsa, ko'ra olmaslik, pretenziya, zavist, alam, g'azab, mana shu jarayonlar ular hozir ketishyapti. Bu inson uchun juda katta ahamiyatga bo'lgan jarayonlarda. Juda ko'p asoslar, просто лучше insonlarni o'zidan so'rab ko'rsangiz, menga noqulayroq gapirishda. Men bilganim uchun so'radim-da. Masalan, Shahmusbam oldilariga keladiganlar, oddiy odamlar ham bor, biznesmenlar keladi, tadbirkorlar keladi, doktorlar, davlat ishida ishlaydiganlar, oddiy ayollar, uy bekalari, qanaqadir kasb egalari praktikada qatnashadi. Masalan, men ham qatnashaman praktikalarga. Men ishimga, boshqa narsaga xalaqit bermaydi. 2 soat vaqtim ajrataman, shug'ullanib, ular ham xuddi shunaqa shug'ullanishadi. Prosta menda qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, ularda undan ham necha yillab oldingizda yuradiganlar bor. Kurslaringizda qatnashib demoqchiman. Ularda men shu holatlarini, do'pposlarini ko'rganim uchun shunaqa savol berdim. Ko'pchilik bilmaydi, chunki mana kursingizga amaliyotlarga 20 ta odam kelishi mumkin, 30 ta, 50 ta odam kelishi mumkin, lekin qancha bor yana shunaqa ruhlar. Ularni agar intervyuimizni ko'rib qolishsa yoki qanaqa praktika ekan deb qiziqib qolishsa, video tagida linklarni qoldiramiz, qiziqib ko'ringlar. Bu praktikalar o'zlari tushuntirib berganlarda shunaqa asosan xotirjamlik beradi, hamma ishingizni qilaverasiz, parallelni xotirjamlik. Yangicha hayotga intilish beradi. Yangicha hayotni ko'rish imkoniyati sizda ochilinadi-da. Siz onani abidasi bilan yurgan bu qanchalik og'ir jonim. Og'ir edi. Yig'i kelardi, yana o'zim to'xtatam, yig'lama. Ochilayotgan probkani yana yopib qo'yardingiz-da, понимаете? Yig'lamasam o'pkam og'rib qolardi. Mana shu bu abida, ertaga jigaringiz og'rirdi. Unga anaqasi ta'siri bor ekan. Конечно, abida ko'p. G'azab, abida hammasi nima uchun amaliyotlarimizda kekirishni boshlashadi. Yetib birlarda ko'rgan bo'lsangiz, esnashadi. Har xil holatlar bo'ladi. Ichdagi mana shu energetik blok chiqishni boshlaydi.
Realni aytaman, o'zimda ham bo'ladi. Praktikalarda ko'z yoshi oqadi, esni urasiz, esni namuncha esni uyqum kelmayapti. Praktika tugashi bilan esnash yo'q. Praktikadan oldin ham esnash yo'q. Да. O'sha payt bor. Вот видите, как очень rada. Hammasi tozalanish. Ularni asosiy maqsadi ham aslida olganda tozalanish. Hozir siz e'tiboringizni я вас благодарю. Men imенно praktikalarimizga qaratamiz deb o'ylamagan edim, to'g'risi aytaman. Yo'q, qaratishlarini xohlardim-da. Xohlarmidingiz siz? Ko'pchilik kerak emas yokida bizga to'g'ri kelmaydi qadriyatlarimizga deb o'ylashadi. Qancha atroflaridagi odamlar, masalan, dindor auditoriya ham ko'p sizda, lekin parallelni uni ham qilaverishadi. Tavsiya qilmoqchiman atdi shu praktikalarni. Chunki men просто suhbat qilamiz deb o'yladimda, umuman olamda nima bo'lyapti, qanaqa jarayonlar bor. Siz buni bunaqa yo'l bilan ham taqdim qildingiz? Praktikalar 200-300 ming so'mdan boshlanadi. Bitta qilib ko'ringlar. Nimadan boshlashlarini? Bepul chakralar, конечно. Bepullar ham ko'p. Bepul, faqat bepul. Не надо платное сейчас. Зачем платное? Hozir вообще платныйga qo'linglarni ham urmanglar. O'sha his qilib ko'ringlar o'zinglar. Nima desam ekan? Morojaniyni yeb ko'rish kerak-ku, yaxshimi yo'qmi? Konfetni usti shiqildog'i bo'lib, ichi qanaqami ekan? Poэтому bozorga borganda ham yeb ko'rsam bo'ladimi deysiz-ku. Вот bemalol xohlagan konfetingizni yeb ko'ring.